Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 12-dars. Mavzuyimiz ko'p xonali sonlarning o'qilishi va yozilishi. 39-betni ochsangiz, u yerda bizda 9 va 10 vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 9 vazifamizni o'qiymiz. Ustda 3 kvadrat santimetr baxmalga 150 ta chok tikadi. 20 kvadrat santimetrga naqsh tikish uchun nechta chok tikilishi kerak? Xo'sh, demak biz sizlar bilan juda ham oson savolimiz nimagadir? Qani yozaylikchi. Xo'p, 3 kvadrat santimetrga biz 150 ta chok tikilar ekan-a. Xo'p, buni qilamizda 150 ta chok bor ekan. 20 kvadrat santimetrga esa bizda noma'lum. Biz shu 20 kvadrat santimetrga nechta ketishini aniqlashimiz kerak. Xo'sh, 3 ga 150 ta ketadigan bo'lsa, biz oldin 1 kvadrat santimetrimizga nechta chok tikilishini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni birinchi vazifamiz bizni 150 ni bo'lib olamiz 3 ga. Xo'sh, bu yerda 15 dan hisoblaydigan bo'lsak, 3 ni 5 ga ko'paytiramiz. O'shanda 3 kara 5 15 bo'ladi. Ya'ni 15 minus 15 imiz bizda javobda 0. Tevada qarang, bitta nolimiz qolib ketdi. Bu nolimizni mana bu yerga qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 50 ta. Bu degani qarang, 50 ta chok bu 1 kvadrat santimetr uchun. A bizda esa 20 kvadrat. Bittasiga 50 ta ketadigan bo'lsa, 20 tasiga qancha ketadi? Hisoblaymiz. Bu degani 50 ni o'zi kalida ham ishlasa bo'ladi. Mana yozib ham beraveraman. 20 ga ko'paytiramiz. 0 ni 0 ga ko'paytirsak, bu yerda 0 kara 0 0, 0 kara 5 0, 2 kara 0 0, 2 kara 5 10. Hammasini tushiramiz. 0 tevadan tushadi, bu yerdagi 0 tushadi, 0 tushadi, ya'ni yana bitta 0 tushadi. Bu degani, qarang, 20 kvadrat santimetrimizga 20 ta chok tikilar ekan-a. Xo'p, bu 20 ta deyishim 1000 ta chok. 1000 ta chok tikilar ekan. Ya'ni javobni qani o'zingiz yozib qo'yingchi. Xo'sh, mana esa mana qarang, 50 ni 20 ga ko'paytirdik bu yerda. Buni miyada ham ishlasa bo'lardi. Qarang, 50 ni miyada ishlaganimizda qanday bo'lardi? 50 ni ko'paytiramiz 20 ga. Tasavvur qiling, mana bu yerdagi nollar yo'q. Tasavvur qilamiz. Ya'ni 5 kara 2 bo'lyapti xolos. 5 kara 2 nechini beradi bizda? 10 beradi, to'g'rimi? 10 ni berdi va mana bu yerdagi ikkita nollarimizni endi qo'shib qo'yamiz oxirida. Mana bu yerga javob o'shanda 1000 bo'lardi, ko'ryapsiz-a? Miyada ham ishlasa bo'lardi. Javobimizni yozib qo'yamiz. 1000 ta chok tikilar ekan-a. Keyingi vazifaga o'tishdan oldin hozir kanalimizga qo'shiling, videomizga bitta laykni bosing, biz esa 10-vazifamizga o'tamiz. Agarda Telegram kanalimizni topa olmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana joyga bosib, Sanur maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. 10-vazifamizni o'qiymiz. Hisoblang va chevarlar gul solib tikadigan naqsh qanday atalishini bilib oling. Demak, biz hozir har bittasini hisoblab chiqamiz. Bu birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Xo'sh, birinchisiga biz 259 ni qo'shamiz 317 ga. 9 plus 7 16, 6 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 5 plus 1 6, 1 ni qo'shsak 7 bo'ladi. 2 plus 3 5. Xo'p, javobi bizda 576 bo'lar ekan va 576 bizda qani qayerda? Birinchisida turibdi. 576 ga g ni yozib qo'yamiz. Ikkinchisi bizda xo'sh 950 ni
minus 398 qilamiz. 398. 5 dan 1 olib tursak, 10 minus 8 2. 4 bo'lib qoldi 5imiz. Bu yerdan 1 olamiz. 14 minus 9 esa bizda 5 bo'ladi va 8 minus 3imiz yana 5. Ya'ni 552. 552 bor ekan, 552 bor ekan. Mana bu yerda 552 turibdi. Xo'sh, 552 ni tagiga biz D ni yozar ekanmiz. Bu D'imiz, ha. Uchinchisi. Qani, uchinchisini yoniga yozib ketamiz. 225 qo'shilgan 225 qo'shilgan 168 ga. 168 ga. 5 plus 8 13. 3 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 6 8. 1 qo'shsak 9 bo'ladi. 2 plus 1imiz esa 3. Ya'ni 393. 393 bizda bor ekan, ha. Mana bu yerda 393imiz bor. Bunga Z ni yozib qo'yamiz. 4-chi vazifamiz bizda, demak 4-chi bizda mana bu bo'ladi. 4, 5 va 6. 961 minus 408. Xo'sh, 6 dan 1 olib tursak, 11 minus 8imiz bizda 3 bo'ladi. 5 minus 0 5, 9 minus 4 esa 5. 553 bo'lar ekan. 553 bizda bormi jadvalimizda? Bizda bor. Uni tagiga biz nima yozar ekanmiz? Bu L'mi, I'mikin? I bo'lsa kerak, ha? Xo'sh, I bo'lsa kerak. Xo'sh, 4-chi bo'ldi. Endi 5-chisiga o'tamiz. 5-chisi 322 qo'shilgan 167 ga. 2 plus 7 9, 2 plus 6 8, 3 plus 1 4. Ya'ni 489. 489 bizda bor. Unga biz L harfini yozar ekanmiz. 6-chisi 540 minus 117 ekan. Ya'ni 117. Xo'p, 4 dan bittani olib turamiz. O'shanda 10 minus 7 3 bo'ladi. 3 minus 1 2, 5 minus 1 4. 423. Tagimizda turibdi. Qarang, pastimiz mana 423 turibdi. 423 ni tagiga biz nimani yozamiz? O harfini yozib qo'yamiz. Xo'sh, endi nechtasi qoldi bizda? 7 qoldi. 8 va 9. 9. Xo'sh, 7-chisi bizda 345 dan minus 117 qilamiz. 4 dan 1 olib tursak, 15 minus 7 8, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2, 228. Qani 228 bormi? Bizda 228 bor. Uni tagiga biz 10 yozib qo'yar ekanmiz. Xo'sh, 8-chisi qoldi bizda endi. 8 bilan 9 qoldi. 8 bizda 529 qo'shilgan 219 ga. 9 plus 9 18. 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 plus 1 3. Birimizni qo'shsak 4 bo'ladi. 5 plus 2 esa 7. 748. 748. 748 bizda bormi? Bizda jadvalimiz tugabdi-ku. Mayli. Oxirigacha tugatib qo'yaylik endi.
300 minus 225. 3dan 1 olib turamiz. 10 minus 5imiz bizda 5 bo'ladi. Xo'p, yana bu nolimiz bizda 9 bo'lib qoldi. 9 minus 2 7. 2 minus 2 0. Ya'ni javobimiz 75. Bularni ishlamasak ham bo'lardi-yu. Nimaga berilganini bilmadim. Demak, hisoblangan chevarlar gul solib tikadigan naqshni nomi bizda guldozi. Shunaqa so'z bor ekan. Men bilmas edim. Shu bilan bizning darsimiz bugun tugaydi. Albatta, bizning Telegram kanalimizga qo'shiling. U yerda qo'shimcha vazifalar, yangi mashqlar bo'lib chiqadi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr.